Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun toza loyiha bo'yicha ish boshladik. LoRa radio modul bilan Arduino Nano LCD ekran 2004 shu orqali perion передача etib ko'ramiz. Bunda görüşimiz mümkün. Arduino Nano mikrokontrollerimiz asosiy boshqaruv vazifasini bajaradi. LoRa model hammaga mashhur, hozirda ko'p foydalanib turgan modellarimizdan birisi. Burada görüp turibmiz. 2 tane kondensator, bir elektrolit, bir keramik kondensator koyduk. Передача etgan vaqtında tok oynamaslık için elektrolit kondensator koyduk. Keramik kondensator filtr vazifasında har xil jaladan naradan signallardan har xil chastota geçişlerden modulni, radio modulni himoya etadi. Simda qilishi schema kodam yozilgan. Xudo xolasa kodam tayyor. LoRa radio modulimizni jaladan bo'lsak, Ubyte firmasining E220 922 modeli 268 915 MHz 22 dBm 22 dBm deymiz, taxminan 160 milliwatt doğru keladi. 22 dBm. O'lchamlari, xarakteristikasi, подключенияsi M0, M2 pinlar. Bunda 2 xil rejimimiz bor. Birisida manzil bo'yicha, adres bo'yicha beradi. Только ikkisi подключение bo'ladi, qolganlari подключение bo'lmaydi. Bunda birisi versa, birisidan передача etsa, TXS ikkisi IXda turibdi. Adres bo'yicha emas, guruh bo'yicha o'xshaydi bu. Xarakteristikasi to'liqdan olib chiqib, настройка etadigan o'zini приложенияsi, xudo xolasa bundan настройка qilib taxlaymiz. Bizda hozir modulimiz antennasi o'zindagi radio modulimiz LoRa yangi aytgan kondensatorimiz keramik kondensator, elektrolit kondensator 16 volt 220 bo'lsam bo'ladi. Hozir men topganim 1000 bo'ldi. 1000 mikrofaradlardan qo'yaman. 220 mikrofarad ham bo'lib boradi. Asosiy konstruksiyasini tuzdik, pinlarni taqdik. Xudo xolasa endi amaliy sxemasini aytib ko'ramiz. Hozir bu aytganimizcha o'zini shtatniy antennasi, uni ko'rdik. Mana prion tarafiga ishlatib turib, kabellarni ishlab turib, uyda передатчикni qo'ysak, krishaga bazaviy antenna asib turib, 50 ohmli kabel bilan xudo xolasa taqib, necha masofadan prion передача etadi, tekshirib ko'ramiz xudo xolasa.